Assalomu alaykum. Meni ismim Abdulbosit Jalilov. Hozirda Fan va texnologiyalar universitetida xorijiy til va adabiyot yo'nalishi 2-kursda tahsil olaman. Fan va texnologiya universitetining boshqa universitetlardan ajralib turishining sabablaridan biri bu universitetda zamonaviy ta'lim va kadrlarning malakasining balandligi. Men Fan va texnologiyalar universitetini tanlaganimning asosiy sababi bu yerdagi 100 dan ortiq professor, doktorlar talabalarga dars o'tishi va universitetdagi zamonaviy ta'lim muhiti meni bu yerga o'rganib qolishimga sabab bo'lgan. Fan va texnologiyalar universiteti meni hayotimda juda ham katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Chunki xorijiy til va adabiyot yo'nalishida o'qib va bu yo'nalishda izlanishlarim ortidan universitetning bir qancha talabalari bilan birgalikda chet el amaliyotiga yuborildik va chet el bilim ko'nikmalariga ega bo'lib qaytdik. Izlanishlardan to'xtab qolmagan holda izlanishlar olib borganligim sababli meni rektor stipendiyasiga ham munosib ko'rishgan. Bu o'zidan o'zi bo'lib qolmagan, chunki men ilmiy izlanishlar, ilmiy tadqiqotlar olib borganmiz va buni munosib ravishda rag'batlantirib rektor stipendiyasiga da'vogar bo'lishgan. Meni kelajakdagi maqsadim o'zimning yo'nalishimdan ketish, ya'ni xorijiy til va adabiyot yo'nalishida yaxshi o'qib, professional bir ustoz bo'lish va universitet bizga yaratib berib turgan shart-sharoitlardan foydalanib, o'z kasbimiz mutaxassisi bo'lishdir. Va barcha abituriyentlarga universitetimizni tavsiya qilib qolamiz, chunki universitetimiz zamonaviy ta'lim va 100 dan ortiq professor o'qituvchilarga ega universitetlardan biri.